egalari pramoy savdolashaman dedilar. Hozir ko'ramiz. Aka kamerani shu yoqda turasiz. Mana egalari. Shunda bizani osingiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Hop, yilini ayting, hoji aka endi buni. Yili 16. Hop. Gazi bor 3-paket. Monitori bor. Shoxolari yaxshi. 3-paket gazini yetdi ondan. Kraskalari ham boshingga yarasha, pulni tepilgan. Bismillah. Nima deysiz? 7300 so'rayapman. 16 yili. 6,5 ga berasizmi? Sal qo'shing. 6,5 ga. Shikelat etdim lekin. Sal qo'shing. 6,5. Hozir men olgan narxim bo'lib qoldi. Arendaga berilmaydi, faqat naqdga 6,5 bar ekan. 6,5. Tak, salonlarini ko'rsataman. Mexanika korobka, texnik ishlari yo'q dedilar. Arabiga 300 mingdan sal kattaroq ekan. Asosiysi texnik ish yo'q. Endi kuzovda baribir 2016 yurgan mashina. Shu ozgina yatinalari betida kosmetikalik joylari bor. Shularga bitta qarab olsanglar bo'ldi. Gazini bosinglar, ovotgan mashinanglar doim yaxshiligi bo'lsa, aka-ukalar agarda sizlarga qo'yayotgan kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.